Assalomu alaykum aziz obunachilar. Aksiya so'raganlarga mana aksiya qo'ydik qaranglar. 3 ko'zli kameramizni, sim kartaga ishlaydigan, Wi-Fi ga ishlaydigan kameramizni qaranglar. Chap tomon, o'ng tomonga burib qo'yaverasizlar, xohlasalar mana pastga ham qaratib qo'yaverasizlar akalar. Xohlasalar mana orqaga ham qaratib qo'yaverasizlar bu ko'zlarni. Bitta, ikkita, uchta ko'z bo'ladi. Pastdagi 360 ga aylanadi. Odamni ko'rsa o'zi harakatga aylanaveradi do'stlar. Buni 680 ming sotyapti deydi do'stlar. Hop, 32 talik chipga bonus qo'shib beryapti deydi. Endi shuni 31-dekabrgacha xarid qiladiganlar bo'lsa, 64 talikdan chip qo'shib beramiz. 64 talik chip qo'shib beramiz do'stlar. Dunyoni istalgan joydan turib boshqaraverasizlar, bemalol uy bilan ham gaplashsalar ham bo'laveradi, musofirda bo'lsalaring. Xo'p, bu kameramizdan hozir qaranglar, qay ketyapti? Navoiy viloyati Xatirchi tumaniga ketyapti. 20 metr kabellarni aytdilar. 50 ming so'mga 20 metr kabellarni qo'shib berdik. Bitta opamiz zakaz qildilar. 64 talik ham chip qo'shib berdik. Xo'p, endi yana aksiyamizda. Xo'p, keyingisi Chiroqchi Ko'kdala tumaniga ketyapti. Bu ham 3 ko'zli sim kartaga ishlaydigan 32 talik original chip bas, 64 talik original chip akalar zakaz berishga ulgurib qolamiz. 31-dekabrgacha amal qiladi do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.